Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hop, bu safargi videomiz shimlar haqida bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Shimlarimizda har xil assortimentlari bor. Bu bo'limimiz pol klassika va jinsi uslubdagi shimlar uchun ajratilgan. Pol klassikalar ko'rib turibsizlar. Hozirgi mavsum uchun qalin, bemalol biliyorsiz ham kiyadigan qalin shimlarimiz bor. Razmerlari 40 razmer ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. 40 razmerli akalarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, buni yo'q qo'yaylik. Qalinligini ko'rsating. Mana ichlari qalin. Ko'rib turibsizlar. Bexijolat. Xo'p, bunaqangi svetli qalinlari ham bor. Bunaqangi draplarimiz ham bor. Bularda og'lari og'li chiqqan, ko'proq katta razmer. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Og'lari og'li, katta razmer chiqqan. Pochalari bemalol tayyor deganlari uchun tayyor shimlarimiz ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari mana bo'limimizda esa jinsalar joylashgan. Mana jinsalarimiz har xil assortimentda. Odatda qishda qalin jinsalarda to'q ranglari ko'proq ketadi. Ochiq svetlar sal kamroq ketadi. Ko'proq to'q svetlardan foydalanganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Har xil assortimentda shimlarimiz bor. Mana pastki bo'limda, tepangi bo'limda, mana eng teradagi bo'limda ham polni jinsalar. Bu tarafda ham ko'rsating. Bu tomonda esa trikolarimiz bor. Har xil trikolarimiz. Bunaqangi velikan, katta razmerda trikolar ham bor. Razmeri 58 deb yozilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, trikolarimizni narxiga kelsak, 135 ming so'm. Velikan razmerlari 135 ming so'm. Shimlarimizning narxi. Xo'p. Jinsalarimizga kelsak, jinsalarimiz 125 mingdan 250 minggacha jinsalarimiz bor. Pol klassikalari ham shunday. 125 mingdan 250 minggacha bo'lgan shimlarimiz bor. Xo'p, qaysi birini misol kommentariyaga yozinglar, kommentariyaga yozib, xo'p, bunaqa narxi yoqyapti yoki bo'lmasa rangi yoqyapti deydigan bo'lsangiz, sizlarga Telegram orqali sizlar ko'rsatamiz. Narxini kelishib, Voha tarafdan bo'lsa dastlabki xizmatlarimiz bor. Dastlabki xizmatlar jo'natib olinadi. O'zaro kelishuv asosida hamkorlik qilishimiz mumkin. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.